Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, korxona tashkilot va muassasa rahbarlari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-may kungi O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 158-sonlar hamda 2024-yil 17-aprel kungi bino va inshootlarning zilzila bardoshligini oshirish hamda seysmik xavfni monitoring qilish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 161-sonli qarorlariga muvofiq 2025-yil 5-may kunidan 11-may kunlari oralig'ida aholini zilzilaga tayyorlash haftaligi o'tkazilmoqda. Haftalik davomida respublikamizning barcha korxona, tashkilot va muassasalarida, shuningdek, odamlar ko'p yig'iladigan joylarda fuqarolarni yer silkinishi ro'y berganda vaqtlarda hamda yer silkinishi ro'y bergandan so'ng to'g'ri harakatlanish bo'yicha o'quv seminarlari, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish belgilangan. Shuningdek, yer silkinishi vaqtida to'g'ri harakatlanishga tayyorlashga maxsus milliy elektron platformasi hamda zilzila mobil qo'shimchasi orqali xalqning, aynan imkoniyati cheklangan fuqarolarning mustaqil bilim olishini takomillashtirish, ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolarning o'zboshimchalik bilan binolarning tayanch ustunlarini buzish hamda boshqa konstruksiyalarga o'zboshimchalik bilan o'zgartirish kiritish holatlarining oldini olish. Tashkilotlar, o'ta muhim va toifalangan obyektlar rahbarlari, qutqaruv tuzilmalari va fuqaro muhofazasi tuzilmalari a'zolari, ular tarkibiga kirmagan ishchi va xizmatchilar bilan kompleks maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazish, ommaviy axborot vositalari orqali keng turda xavfsizlik qoidalari bo'yicha targ'ibot tashkilot ishlarini olib borish belgilangan. Qarorga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bir qatorda hokimliklar, vazirliklar hamda boshqa korxona, tashkilot va muassasalarga tegishli tartibda bir qator dolzarb vazifalar belgilangan. Hurmatli fuqarolar, korxona, tashkilot va muassasa rahbarlari qaror talablarini o'z vaqtida bajarib, o'tkazib kelinayotgan haftalikka hamda boshqa chora-tadbirlarga muntazam qatnashing. Yer silkinishi hamda boshqa favqulodda vaziyatlar ro'y berganda to'g'ri harakatlanish bo'yicha bilimlaringizni oshirib boring. O'tkazilayotgan chora-tadbirlar hamda o'quv mashg'ulotlarida ortiqcha vahimaga berilmang. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatmasligingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari mayor Qurbonboyev Safarbek Qadambayevich.